Aziz yurtdoshlar, hamma biladi, avvallari hajga borishni niyat qilgan odam hujjat yig'ib, navbat kutganicha charchardi. Kimdir mahalla ro'yxatidan yo'qolib qolgan, kimdir hujjati to'liq emas degan bahonalardan bezor bo'lgan. Orzusini yillab orqaga surganlar ham bor. Endi esa hammasini unutishimiz mumkin. Haj va Umra yagona portali ishga tushdi. Endi ziyoratga yozilish uchun uydan chiqishning o'zi ham shart emas. Telefon yoki noutbukning o'zi kifoya. haj-umra.gov.uz portali orqali onlayn navbatga yozilasiz, arizangizni 24 soat ichida yuborishingiz mumkin. Navbatingiz kelganda esa shunchaki telefonga xabar keladi. Qog'ozbozlik yo'q, sarsongarchilik yo'q. Navbat qani degan savol ham yo'q. Hammasi shaffof va tizimli. Eng muhimi, barchasi inson uchun yaratilgan. Portalda video qo'llanmalar, tez-tez beriladigan savollar, qonunchilik hujjatlari va tavsiyalar bor. Savolingiz bo'lsa, Call markaz ham ishlayapti. 77lik 880